Sportning mini futbol va futbol turlari bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamda mahalladagi fuqarolar o'rtasida bellashuv bo'lib o'tdi. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, shuningdek ularni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga e'tibor qaratish, xususan mini futbol va futbol turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, iqtidorli sportchilarni erta aniqlash maqsadida start olgan Davlat xavfsizligi xizmati raisi kubogining g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Qayd etilishicha, kubok musobaqalari Chinoz tumanida qariyb 2 oy davomida 55 ta mahalla fuqarolar yig'ini jamoalari o'rtasida o'tkazilgan. Tuman bosqichiga katta futboldan Sarbozor mahallasi hamda Yovosh mahallalari mana bugun o'zaro bellashmoqda. Bundan keyingi o'yinlarda mini futbol musobaqasi bo'lib o'tadi. Mini futbol musobaqasida tumandagi Yangobod mahallasi hamda Qozi mahallalari o'zaro bellashadi. Ushbu musobaqalarda g'olib bo'lgan jamoalar Chinoz tumani hokimligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Yoshlar ishlar agentligi, sportni rivojlantirish bo'limi tomonidan munosib taqdirlanib, viloyat bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritadi. Bu sport musobaqalarida yoshlar faol ishtirok etishib, o'zlarini mahallada, har bir mahallada yoshlar yetakchilari bilan birgalikda mahalla jamoalarini shakllantirishga o'zini hissasini qo'shdi bugungi. Musobaqaning dastlabki bosqichlarida 18-30 yosh oralig'idagi mahalla yoshlaridan tarkib topgan 32 ta mini futbol hamda 29 ta katta futbol jamoalari ishtirok etishdi. Tuman bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan eng sari 2 ta jamoa iyun oyida Toshkent viloyatining 22 ta tumanlararo Davlat xavfsizligi xizmati raisi kubogi uchun o'zaro kuch sinashadi. Turnirning final bosqichida Chinoz tumani Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi hamda Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini jamoalari birinchi o'rinni egallab viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. G'olib bo'lgan jamoalarga tuman hokimligi hamda Davlat xavfsizligi xizmatining diplom va qimmatbaho sovg'alari topshirildi.